Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasi rahbari bo'ldi. Allamjonov maslahatchi sifatida qaytdi. O'zbekiston Xitoy bankidan $1,5 milliard qarz olmoqda. Jahon banki O'zbekistonga $150 million imtiyozli kredit ajratdi. Toshkentda sun'iy intellekt bilan tirbandlikka qarshi kurash boshlandi. Endi O'zbekistonda bolalarga ruxsatsiz diniy ta'lim berganlik uchun 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. 2025 yilning iyun oyi O'zbekiston siyosiy sahnasida yana bir muhim burilish bo'ldi. Saida Mirziyoyeva va Komil Allamjonov yana davlat boshqaruvida muhim lavozimlarga tayinlandi. O'zbekiston prezidentining farmoniga asosan prezident administratsiyasi tuzilmasiga o'zgartirishlar kiritildi va administratsiya rahbari lavozimi qayta tashkil etildi. Ushbu lavozimga Saida Shavkatovna Mirziyoyeva tayinlandi. Eslatib o'tamiz, 2023 yil avgust oyida prezident administratsiyasi rahbari lavozimi tugatilgan edi. Shuningdek, Komil Allamjonov prezident administratsiyasining yangi rahbari Saida Mirziyoyevaga jamoatchilik asosida mustaqil maslahatchi sifatida tayinlandi. Ushbu lavozimda u innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb etish, so'z erkinligini ta'minlash va mustaqil ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash sohalarida ekspertlik yordamini ko'rsatadi. Allamjonov avvalgi faoliyatida ommaviy axborot vositalari bilan ishlash, ijtimoiy loyihalar, madaniy dasturlar va axborot islohotlariga yetakchilik qilgan. Endi esa u ushbu tajribasini yana davlat tizimida amalga oshiradi. O'zbekiston Xitoydan $500 million qarz oldi. 21-iyun kuni O'zbekiston Investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov Xitoyning Eksport-import banki rahbari Chen Huayuy bilan uchrashdi. Uchrashuv yakunida $500 million qarz shartnomasi imzolandi. Bu mablag' telekommunikatsiya sohasidagi loyihalarga sarflanadi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston 2002 yildan beri Xitoy Eksim banki bilan birga umumiy qiymati $3,2 milliard 51 ta loyihani amalga oshirgan. Yana $2,2 milliard 13 ta loyiha ko'rib chiqilmoqda. Jahon banki O'zbekistonning elektr ta'minotini yaxshilash va kichik gidroelektrostansiyalarini rivojlantirish uchun $150 million kredit berdi. Bankning ta'kidlashicha, elektr ishlab chiqarish hajmi oshgan bo'lsa-da, mamlakatda ehtiyojlarning taxminan 10% hanuz to'liq qondirilmayapti. Ayniqsa chekka hududlar va qishloq joylarda elektr uzilishlari ko'p kuzatilmoqda. Bunga asosiy sabab energiyani uzatish va taqsimlanishdagi muammolar. Yangi loyiha orqali 100 kilovatdan 5 megavatgacha quvvatga ega bo'lgan kichik GESlar quriladi. Bu stansiyalar asosan mavjud sug'orish kanallaridan foydalanadi va kam xarajat bilan ishlaydi. Shu sababli loyiha xususiy investorlarga ochiq. Xo'sh, endilikda rejalar qanday? Hukumat 2026-yilgacha 3000 ga yaqin kichik GESlar qurishni va ularning umumiy quvvatini 160 megavatga yetkazishni maqsad qilgan. Bu orqali 280 ming aholiga qo'shimcha elektr yetkazish ko'zda tutilgan. Toshkentda 1-marta yo'l harakatini sun'iy intellekt orqali boshqaradigan markaz ishga tushirildi. Endilikda shaharning eng gavjum chorrahalarida avtomobillar oqimi sun'iy intellekt yordamida real vaqt rejimida kuzatilib, tahlil qilinadi. Markazga intellektual transport platformasi o'rnatilgan. U orqali tirbandliklar oldindan aniqlanadi. Harakat oqimi avtomatik tartibga solinadi. Maqsad tirbandlikni 50% gacha kamaytirish, yo'lovchilarning vaqtini tejash va yo'llardagi xavfsizlikni oshirish. Shuningdek, yo'l patrul va post xizmatlari uchun 40 ta yangi Cobalt avtomobili topshirildi. Bu mashinalar zamonaviy kameralar bilan jihozlangan, ularning har biri markazga ulanib, real vaqt rejimida qidiruvdagi shaxslarni aniqlaydi, o'g'irlangan mashinalarni topadi, xavfli holatlar haqida tezda xabar beradi. Markaz esa barcha xizmat mashinalaridagi kameralarni masofadan turib boshqara oladi. Endi O'zbekistonda bolalarga ruxsatsiz diniy ta'lim berganlik uchun 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Senat bolalarga noqonuniy diniy ta'lim berganlik uchun jinoiy javobgarlik joriy etilishini nazarda tutuvchi qonunni ma'qulladi. Yangi tartibga ko'ra, maxsus diniy ma'lumotga ega bo'lmagan yoki tegishli ruxsatnomasi yo'q shaxslar agar voyaga yetmagan bolaga diniy saboq bera boshlasa, u endi og'irroq javobgarlikka tortiladi. Qonunga ko'ra, bunday holat uchun quyidagi jazolar ko'zda tutilmoqda. Bazaviy hisoblash miqdorining 50 dan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash, shuningdek 3 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Senatorlar bu o'zgarish bolalarning diniy sohadagi huquqiy himoyasini mustahkamlanishini ta'kidlagan. Endilikda diniy ta'lim berish faqat tegishli ma'lumotga ega bo'lgan va ruxsatnoma olgan shaxslar orqali amalga oshirilishi kerak. Qonun hali prezident imzosidan o'tgach kuchga kiradi. Keyingi haftada yaxshi yangiliklar ko'payishiga umid qilamiz. Sizlar bilan Mohinur Umurzoqova bo'ldi. Kelasi haftada ko'rishguncha